Zino va faxsh ma'budasi, barcha fohishalarning katta onasi hamda nikohsiz munosabatlarga da'vat etuvchi Kishtiy ona afsonasiga yuzlansak. Nazarimda qadimgi dunyoning mifologiyasiga yuzlanish vaqti keldi. Turkiy mifologiyada erlik xoqonning barcha qizlari qanday nomlanganligini bilmaymiz. Biroq uning 9 ta qizidan biri aynan Kishtiy ona zino va faxsh ma'budasi sifatida tanilgan. Sababi Kishtiy ona barcha fohishalarning katta onasi hisoblanadi, deb yozadi Ahmad Burak Turon o'zining Turk maxluqlari lug'ati kitobida. Aynan u odamlarni zinoga, nikohsiz munosabatlar o'rnatishga undaydi. Uning sochlari qora ilonlarga o'xshashi va yuzining turli joylarida xuddi 9 ta ko'zi borligi ta'rif etiladi. Shu bois uni 9 ko'z Kishtiy deb ham atashadi. Kishtiy ona boshqa opa-singillari singari nihoyatda go'zal ayol tanasi bilan tasvirlanadi. Shuning uchun erlik xoqonning qizlari doimo boshlarini qalin ro'mollar bilan yopib yuradilar. Shamonlarni yo'ldan urish uchun ular o'z tanalarining go'zalligidan foydalanadilar hamda shamonlarni o'z to'shagiga taklif qiladilar. Agar shamon bu aldovga uchsa, uning ruhi boshqa ruhlar tomonidan jazolanadi, deb yozadi Ahmad Burak Turon. Kishtiy haqidagi afsonaning keyingi talqinlarida u yer osti saltanatiga kiruvchi 9 ta eshikdan birida soqchilik qiladi hamda qora tulkiga aylana oladi. Agarda video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bizni yoqtiruv tugmasi bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang hamda Dervish Not sahifasiga obuna bo'ling.